Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari, sizlarga zo'r bahoda Jetour'imizga qoldinglar. Demak, zo'r bahoda qo'yib beramiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Jetour X70 Plus trekker narxida. Aytsangizlar bo'ladi. 60 ming probeg, rodnoy kraska, 7 место, oilaviy avtomobil, 360 gradus kameralari bor. Elektronli sideniya, sideniyalar elektronik, qora qizil salon, monitorlari, hamma narsasi bor. 7 место orqa mestalari hali ishlatilmagan. Orqalari yana zapaskalar ham ishlatilmagan. Uyda garajda changda turgan zapaskasi ham yana top-toza salon, xolos. Hazrat bilasizlar, Qo'shko'pir avtomarketdan sizlarga 240 million so'm qo'ydik mashinamizni. Yetcherinda aybi yo'q. 60 ming kilometr yurgan, 22-yil. Demak, hali hafta bo'lgan pokoleniya propan qo'yilgandan. Yaxshi xilisidan, qimmatindan propan qo'yilgan mashina. Shu vaqtgacha benzinda yurgan mashina. 60 mingni yurib turibdi. 2022. Kelib olaverasizlar, hozir xalqimiz hazatib, sevib minib turgan avtomobillar qatorida Jetour avtomobillarimiz minilib turibdi yurtdoshlar. Hammaga tavsiya qilib qolamiz. 240 million so'm sotib qo'ydik. Trekkerning narxida ikkita orasida layklarni bosib, kanalimizda toza bo'lsangizlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kutib qolamiz. Rahmat.